Singh. No love, no elbow. Take count, good luck. Nigohi bilan raqiblarni jangdan avval mag'lub etishga harakat qiladi. Shohjahon Ergashev. Jang boshlandi. Kutmaydi hech qachon. Mana shu bosim va bosim. Uning asosiy harakati, ikkilik zarbalari tinimsiz. Singh biroz chap berib hozir qarshi hujum amalga oshirishga harakat qilyapti, lekin Shohjahon to'xtash odati yo'q. Ketdi. Mana shunday shiddat bilan, shasht bilan, tezkor zarbalari bilan Singh chap beryapti, qochyapti hozircha ringda. Endi poylayapti Ergashev. Chag'itdik bor. Chalg'imadi raqibi. Chalg'imadi. 11 ta g'alaba bejizga emas. Ko'ryapmiz Singhda. Tuta olmayapti. Poylayapti. Chap qo'lida masofani qisqartirishga harakat qilyapti. Hindistonlik bokschi qo'llar to'qnashib ketdi hozir. Bir vaqtning o'zida har ikkisi zarba yo'llagan edi. O'ng qo'l zarba o'tyapti. Yo'q, knockdown emas deb topyapti. Vaholanki o'ng qo'l ilib olgan edi Ergashev. Aksariyat muxlislar tik turgan holda tomosha qilishyapti mana shu jangni. Yana o'ng qo'l zarba. Endi yo'lni qidiryapti. Endi axtaryapti qanday raqibini mag'lubiyatga uchratishni. Ergashev o'ng qo'l Singhdan, ammo qo'l jarohatlandi mana shu o'ng qo'l zarbasini yo'llash chog'ida. Knockdown. O'ng qo'l krossini yo'llayotgan bir vaziyatda o'ziga xos uslub Ergashev. Chap qo'l jigariga zarba yo'llagan ekan. Mana shuni ko'rmay qoldik. Biroz teskari holatda turgan edi. Albatta takror lavha bizga buni namoyish etib beradi, chunki jigarini ushlab turibdi. Singh jigarini ushlab turibdi hozir og'riq bilan. Og'riqda u. O'sha vaziyatni. Aniq zarba ekan. Jigariga to'ppa-to'g'ri yana bir bor kuzatishingiz mumkin. Ushlab oldi. Men qo'liga nimadir qildimikan debman, chunki ko'rganim yo'q zarbani, ammo ko'ryapmizki, takroriy lavhada chap qo'l yon tarafdan o'zining qirollik zarbasini amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi Shohjahon Ergashev do'stlar. Tashakkur bildiramiz. Top 7 Fighter komandasi hammanglarga rahmat. Chayka rezident boshlig'i Bagirov Muhammad Aliga alohida hammanglarga rahmat. Prosport brendiga, TGT Group firmasiga, Trend Motorsga alohida rahmat. Samarqand shu bilan janglarimiz uchun hammanglarni kutib qolamiz. Hammanglarga rahmat. Kamut ko'sti uchun hammanglardan uzr so'raydi. Rasmiy e'lonni kutamiz. Singh. Shu fursatdan foydalanib Chayka rezident rahbari alohida o'zlarini sovg'alari Bagirov Nosir Faris nomlaridan alohida sovg'alarimiz taqdim etiladi.
Abbosxon Aliyev, Muhammad Qodir Sobirovlar hozir Shohjahonni qo'plarini yechishyapti. Juda mahkam bog'lanadi odatda. Singh og'riqli zarba edi. Juda ham, lekin yaxshi mana shu masofani his qilib chap berayotgan edi. Birgina xato qilishga majbur qila oldi Shohjahon uni va nokaut. Rasmiy e'lon. Barcha mana shu boks sohasini yutadigan blogerlar ham hamma ringda hozir. Как я и обещал, 50 миллион тайyormi? Ajr kompaniyasi nomidan 50 миллион tayyor. Осталось объявить победителя. И в главном бою вечера Top 7 Fighters Promotion зафиксирован KO, нокаут, победу одержал O'zbekiston Qo'qon Shohjahon Ergashev, потомок Timurla. Shohjahon Ergashev uning qo'li baland ko'tarilyapti. Chayka Rezident Ajr